Jack S7 mashinasini afzalliklari bilan tanishtiramiz. O'zi chiska qiladi. Xavfsizlik jihatidan lapkalarni ochganda chiska ishlamaydi. Qo'l xavfsizligi uchun. Bu ochiq qolgan holatda ham mashina ishlamaydi. Yopamiz. Buni boshlanishida ham chiskasi bor, oxirida ham chiska qiladi. Xohlasangiz boshlanishida chiskani o'chirib qo'yishlar ham bo'ladi. Faqat buni bir sharti tekis chiqarish kerak. Chiska bu orqa tarafda bo'lgani uchun yonboshga chiqsa chiska qilinmaydi. Tekis holda chiqarilganda o'zi uzib beradi.